Assalomu alaykum go'zal, betakror, latofatli ayollar, qirolicalarim, qizlar, bizning aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun bir ajoyib efirni sizlar uchun tayyorladik va bu efirimiz go'zal ayollarimiz uchun, qizlarimiz uchun bag'ishlangan va albattaki bizning oila ustuni erkaklar uchun ham juda ham muhim bir mavzulardan biri hisoblanadi. Ayollik haqida, ayol haqida, oila haqida va ajrimdan keyingi hayot haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Ayol borki, olam munavvar. Ayol nozik xilqat bo'lishiga qaramay, unda katta bir kuch bor va aslida o'sha kuch uning donoligida, uning nozikligida, haqiqiy latofatida hisoblanadi. Va bugun davramizga mana shunday go'zal, latofatli, dono bir ayolni taklif qilganmiz. Bu Lariya opa Izzatulayevna, parapsixolog, channeli, ruhiy ismlari Serahiya. Assalomu alaykum Lariya opa. Va alaykum assalom. Sizni bugun davramizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat tashrifingiz uchun. Taklifingiz uchun ham rahmat. Rahmat. Keling, birinchi bizni auditoriyamiz uchun o'zingizni ozgina tanishtirib o'tsangiz, qisqacha o'zingiz haqingizda va bu bilimlarga qanday qilib kirib kelganingiz haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Men bu bilimlarda 10 yildan beri mashg'ulotlar olib, bilimlar olib yuribman. Albatta bu bilimlarga osonlikcha kelinmaydi. Albatta qanaqadir hayotingda vaziyat bo'lib, turtki bo'lib, shu bilimlarga yo'l ochilib ketadi va shu bilimlarga shunaqa qilib kelib qolganman. Birinchi men ustozim bu Safira Mushtariy Yo'ldasheva bo'ladilar. O'zbekiston parapsixologlardan eng yuksaklaridan biri bo'ladilar. Sekin-sekin ulardan bilim olib, treninglarda, satsanglarda, retritlarda qatnashib, ongimni kengaytira boshladim va vaziyatlarga yechim topa boshladim. Undan keyin yana rossiyalik parapsixolog, psixologlarni qo'lida o'qidim. Masalan, Konstantin Novikov, Viktor ulardan tashqari Yekaterina Samoylova, Esalat kabi rossiyalik masterlarni qo'lida o'qib keldim. Bu bilimlarda yurganimdan juda xursandman, chunki men bu bilimlarda shunaqa ko'p o'zimga yangiliklar oldim, o'zim hayotim tajribalarimda ishlatdim va ko'p natijalarni oldim. Juda ham xursandmiz. Mana hozir o'zingizni yo'lingizda juda ham ko'plab bilimlarni olganingizni gapirib o'tdingiz. Keling, mana shu bilimlarni bizni tomosha qilayotgan ayollarga ham ozgina efirimizda berib o'tsak va aynan mana ayol kishi o'zini anglashi uchun bizning auditoriyamizga aynan yin-yang energiyalari haqida, ya'ni ayollik va erkaklik energiyalari haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz, chunki aynan mana shu energiya ayollar hayotida juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Shundaymi? Albatta, albatta. Umuman olganda har bir insonda energiya manbai, unda energiya Xitoy filosofiyasiga agar yondoshsak, ikki xil turga bo'linadi. Bu yin va yang. Yang bu erkaklik, harakat, maqsadga erishish kabi energiya bo'lsa, yin bu yumshoqlik, muloyimlik, latofatlik kabi hislatlarga javob beradi bu energiyalar va har bir insonda bu energiyalar har xil foizda bo'ladi.
ikkalasi ham bo'ladi. Masalan, erkak bo'lasizmi, ayol bo'lasizmi, ikkala ing ham yang doim mavjud va ular har xil foizda bo'ladi. Albatta bu ing yang har bir insonda muvozanatda bo'lishi shart. Agar muvozanatdan chiqib ketib qolsa, unda har xil hayotiy vaziyatlar mavjud bo'ladi va hayotingizdan qoniqmaslik paydo bo'ladi, kuchsizlanish paydo bo'ladi, energiyangiz pasayib ketadi va hayotingizda ko'p shunaqa vaziyatlar kelib chiqadiki, siz nimaga bu bo'lyapti, nega menga shu vaziyat berilyapti deb ko'p savol berasiz va bunga javob topa olmasligingiz mumkin. Aslida bu yerda energiyani muvozanati o'zgargan bo'ladi. Demakki, bizda qanchalik darajada erkaklik energiyasi yoki qanchalik darajada ayollik energiyasi borligiga qarab atrofdagi insonlar biz bilan munosabat qurishar ekan, to'g'rimi? Mana bizni nafaqat ayollar, balkim qizlar ham kuzatmoqda. Mana shu erkaklik energiyasini ko'payib ketishi bo'lajak turmush o'rtog'ini tanlashimizga qanchalik darajada ta'sir ko'rsatadi? Mana shu haqda ozgina ma'lumot berib o'tsangiz va o'zi oilada ayol kishi erkaklik energiyasiga o'tganda turmush o'rtoqlarida qanday belgilarni ko'rishi mumkin? Ayol kishi turmush qurganda albatta o'zini oilasida ko'rgan tizimni yangi oilaga o'tkazadi. Bu ongsiz ravishda bir narsa bo'ladi. Agar yosh ayol, turmushga chiqmagan qiz o'zini yashayotgan ota-onasini, muhitini ko'rganda, agar otasiga bo'lgan munosabati, undan bo'lgan xafagarchiliklari, undan noroziliklari bo'lsa, bu ko'pincha qizlar o'ylaydiki, men turmushga chiqsam, men boshqa hayot tarzini ko'raman, men ota-onamdek yashamayman, men hammasini o'zgartiraman deb niyat qilishadi, lekin ko'pincha ongsiz ravishda shunaqa programmalar qoladiki, shu ota-onadan olingan ibratlar yangi kelgan oilaga ham shu narsa ta'sir qila boshlaydi. Boshida bilinmaydi, lekin yillar o'tgan sayin o'sha otasiga bo'lgan nafrati, qabul qilmaganligi xuddi shu eriga nisbatan qila boshlaydi bu narsalarni ongsiz ravishda va erini albatta salbiy holatga olib kelib qo'yishi mumkin. Bu erini hayotga qiziqmasligi, pul topib kelmasligi, даже seksuallik intilish ham pasayib ketishi mumkin. Demakki, ayol kishi agar o'zini o'zgartirsa, ayolligini qabul qilsa va erkaklikda erkaklarga qaytarib bersa, erkaklar o'zgaradi. Shunday albatta. Agar men hammasini o'zim qilib boraman, erkaklardan yordam kutish kerak emas, erkaklardan so'rash mumkin emas yoki so'rolmayman degan har xil programmalar bo'ladi. Shunda butun hayotiy oilaviy masalalarni o'z zimmasiga olgan bo'ladi-da, shu orqali demak o'zini yang energiyasini kuchaytirib olib, ingni kamaytirib boradi va erkak simon bo'lib qoladi va shu bilan o'zini yonidagi erini, erkagini siqib chiqara boshlaydi va erini hamma ishlari orqaga qaytib ketadi. Savolingizga to'g'ri javob berdimmi? Va yana bilasizmi, ko'pchilik ayollarimiz aytishadi, mana men ayollik energiyasiga to'laman, erkaklikda vazifalarni o'ziga topshirib qo'yganman, o'zim ustimda ishlayapman, rivojlanyapman deydi-yu, lekin oilamda baribir o'sha to'qnashuvlar paydo bo'ladi deydi. Va biz bilamizki, oilada o'zi eng katta ustozlarimiz bu ota-onalarimiz, undan keyin er va xotin bir-biriga eng katta ustozlar bo'ladi. Hayotda o'zi mana oilada ham bilamiz, ma'lum bir bosqichlar bo'ladi. Mana shu bosqichlar haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz
va mana shunday o'zini ustida ishlayotgan ayol bo'lsa ham, ayollik energiyasiga to'la ayol bo'lsa ham mana shu bosqichlardan qanday qilib oson va yengil o'tib olishi kerak. Erda unga hozir ma'lum bir narsalarni o'rgatayotganligini qanday qilib qabul qilishi mumkin? Qabul qilishi mumkin. Qabul qilish degan so'zni o'zi juda murakkab so'z. Erni boricha qabul qiling deyishadi, lekin men fikrimcha bu hammaga ham noma'lum narsa, noma'lum his, chunki hamma ham qabul qila olmayapman deb nolishadi. Birinchidan hech qachon nolish kerak emas. Vaziyat berildimi? Bu vaziyat negadir bizga berilgan. Darslik sifatida berilgan deb qabul qilish kerak. Shundagina ongli ravishda bu qanaqa darslik ekan deb savol beraverasiz o'zingizga, javob ichingizdan keladi. Chunki hamma javob ichingizda, tashqarida emas. Hamma javob ichingizda. Sizda darrov bugun erim menga yaxshi gapirmadi yo qattiqroq gapirdi. Nima bo'ldi? Nima qayerda balans yo'qotildi? Balans yo'qotildimi? Albatta, borliqdan sizga shunaqa salbiy darsliklar keladi. Shu nima qayerda men shu borliq qonunlarini buzdim degan fikr keladi. Borliq qonunlari ko'p. Shuning uchun birinchi qonunlardan biri bu iyerarxiya. Oilada iyerarxiya degan narsa bor. Bu nima degani? Birinchi siz va eringiz birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda bolalaringiz turadi, keyin ishingiz turadi va keyin ota-ona, qaynona, qaynota va hokazolar keyin turadi. Lekin doim bu savol, buni eshitib ayollar qanaqa qilib men o'zimni birinchi o'ringa qo'ya olmayman? Ota-onam nima bo'ladi-yu, qaynotam nima bo'ladi deb javob berishadi. Lekin bunga ko'nikish kerak. Prosta ko'nikish kerak. Chunki siz agar o'zingizni qadrlamasangiz, hech kim sizni qadrlamaydi. Birinchidan. Ikkinchidan, siz sevgini o'sha qaynota bo'ladimi, ota-onangiz bo'ladimi, bolalaringiz bo'ladimi, ularga sevgini, o'zingizda yo'q sevgini ularga bera olmaysiz. Birinchi siz sevgiga to'yinib olishingiz kerak. O'sha sevgiga, serogarlikka, mehrga o'zingizga berib olishingiz kerak. Keyin shu holatda, to'yingan holatingizda siz atrofdagilaringizga ham bera olasiz. Men bir yaqinda bitta psixologni anaqasini eshitdim, podkastini eshitdim. U ham qozog'istonlik psixolog, o'ralgan, islomiy. Juda qiziq narsa gapirdi. Men esimda qoldi, aytibdi. Men shu iyerarxiyani aniq ushlashni bilaman. Qaynona aytibdilar, bugun mehmon keladi. Mehmonlarni kutib olish kerak. Kelinga qaynona aytibdi. Kelin psixolog. Aytibdi, men hozir erimdan so'rayman. Erimda qanaqa planlar bor bugunga? Biz aslida er-xotin kinoga bormoqchi edik. Agar erim xo'p desa, men mehmonlaringizni kutib beraman. Agar erim yo'q, biz baribir o'sha yoqqa boramiz desa, o'sha yoqqa boramiz degan. Men lol qoldim. Hamma ham o'zbek islomiy ayollar bunaqa qila olmaydi. Ko'pincha yo'q, men mehmon kutib olishim kerak deb erni qanaqadir 10-o'ringa qo'yib qo'yadi. Har qo'rquvlarimiz bor, xafa qilib qo'yishimizdan qo'rqamiz, boshqasida, lekin erni biz o'sha 10-o'ringa qo'yib qo'yganimiz noto'g'ri ish bo'ladi. Albatta erga yetish kerak va er ham odam, u ham onasini hurmat qiladi. Keyin o'shanga qarab ish vaziyat hal bo'ladida deb men shunaqa mulohaza qildim. Mana shunaqa iyerarxiya bor. Men doim aytaman, bolalarimchi birinchi marta shuni Sakiradan eshitgandim iyerarxiya haqida. Qanaqa qilib men bolalarim 3-yo'l qaysi qatorda turadimi, 2-qatorda turadimi? Shunaqa eng qizig'i shundaki,
to'rtta bola bo'lsangiz, masalan, to'rtta bolangiz bo'lsa, birinchisi birinchi o'rinda bo'lishi kerak, oxirgisi oxirgi o'rinda bo'lishi kerak. Bizda navorot kenja oldiga chiqib qoladi. Shuning uchun shuni ham hisobga olish kerak ekan. Bolalar ketma-ketligida ularga e'tiborini ketma-ketligida berish kerak ekan. Da, haqiqatdan ham xuddi shunday. Demakki, ayol kishi nafaqat ayolligini tan oldi, ayolligini qabul qildi degani bu hamma vaziyatlarda hal bo'ldi degani emas ekan. Qarang, oddiygina hayotimizda e'tibor bermaydigan vaziyatlarda ham biz erkakligini qanchalik darajada barbod qilar ekanmiz. Haqiqatdan ham ajoyib mavzu. Endi yana bitta narsani aytib o'tdingiz, o'sha farzand ikkinchi o'rinda turadi deb. Lekin ko'p oilalarni kuzataman, har xil oilada er-xotin munosabatlarida qiyinchilik bo'lishiga qaramay, ular "Men farzandim uchun yashashim kerak" deb aytishadi va mana shu farzandi ham har xil ziddiyatli muhitda, juda ham og'ir muhitda katta qilishadi. Mana shu yerda shunday ayollar o'zidan voz kechyaptimi va o'zi mana shunday pozitsiya, to'g'ri pozitsiyami? Bundan qandaydir chiqish yo'li bormi yoki yo'qmi? Hamma narsani me'yorida bo'lish kerak deb o'ylayman. Albatta, oilani saqlab qolishga harakat qilish kerak va o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Chunki ko'pincha ayollar xatoni qarama-qarshi odamda qidiradi. Aslida o'zingizda ichingizdagi bo'layotgan programmalar, ziddiyatlar hayotingizga ta'sir qilib, o'sha ajrimga olib kelib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men tavsiyam birinchi o'z ustingizda ishlab ko'ringlar, munosabatlarni tiklab ko'ringlar. Lekin bu munosabatlarda bolalardir yashash kerak degan xulosa noto'g'ri deyman. Chunki siz agar bu munosabatlarda baxtsiz bo'lsangiz, bolalar hech qachon baxtli bo'la olmaydi. Qaytaga endi bu agitatsiya emas, lekin qaytaga ayollar qiyin munosabatlardan, toksichniy deyishadi ruschasiga, munosabatlardan chiqib ketgandagina o'ziga qaytadi va o'zini baxtliroq his qiladi. Boshida qiyinchilik bo'ladi. Hamma, chunki butun atrofdagilarimizdan qichqiradi desa ham bo'ladi. Noto'g'ri ish qilmasdan jamiyatimizda muhokama qiladi-da, shunga ayollar qo'rqadi unaqa narsalarga. Lekin asllikka qaytgandan keyin, o'sha tinchlikka, asllikka qaytgandan keyin shunaqa baxtliligini keyin his qiladi. O'sha baxtligini bolalari ko'rib, ular ham tinch bo'ladi. Ahamiyat bersanglar, agar bolangiz sho'x bo'lib, uyda umuman doim yig'ib, qichqirib, mana shunaqa bo'lsa, demak ichki dunyoyingizda shu qichqiriq bor, bolangiz sizga aks ettirib berayotgan bo'ladi. O'sha munosabatlarda bo'ladimi? Mana shu ichingizdagi holatingizni bolalaringiz aks ettirib beradi. Agar siz o'zingizni baxtli his qilsangiz, bolalaringiz ham tinch, farovon yashaydi. Demak, ko'pchilik hozirgi bolalarda ko'rayotgan injiqliklari yoki o'jarliklari, yotib olib, yo'q, mashina olib berasan deyishlari aslida onani holati. Onani holati, onaga sevgi yetishmayapti. U sevgi bilan bolasiga ham sevgi bera olmayapti-da. O'sha sebochka bo'lyapti shunaqa. Yana bir narsa aytmoqchi edim. Mayli, javob savol beravering-chi. Lekin hozir yana shu bilan birgalikda mana sabr qilib kelayotgan ayollar bilan bir qatorda yoshroq pokoleniyani oladigan bo'lsak, ko'pchilik yoshlarimiz o'sha oldingi pokoleniyaga qarab sabr qilib emas, oson yengil voz kechyapti va oilasida nuqta qo'yapti. Bu yerda ham qandaydir balans bormi? Ko'pchilik aytishadi, mana noshukrlik qilib ketyapti deydi, sabr qilmayapti kerakli joyda. Mana shunda ham qanday tutish kerak? Yoshlarimiz
sabr degan narsa kamroq. Negaki hamma yoqda internet bormi, boshqasi bormi, juda ko'p informatsiya kelyapti. Bu informatsiyalar ularga salbiy ta'sir qilyapti va o'zini oilasini mustahkamlashni o'rniga ko'proq egoga kirib ketishadi, egoizmga kirib ketishadi. Buni egoizmni o'zimga sevgi sifatida ko'rsatib berishadi. Aslida o'ziga sevgi bilan egoizmni farqi katta. Chunki egoizm bu atrofdagilarni umuman chetga surib qo'yib, faqat o'zim degan ma'noda bo'ladi va o'ziga sevgi deganda shu sevgi bilan siz bo'lishasiz atrofdagilaringiz bilan. O'zingizda qolmaydi bu narsa. Shuning uchun noto'g'ri tushuncha bor yoshlarda. Keyin yana nima bo'lishi mumkin? Mana o'zi sabr haqida gap ketdi-da, o'zi sabr qilish bilan chidashni o'rtasida farq bormi, yo'qmi? Sabr qilish bilan chidashni farqi juda oz. Aytganingizdagi hammasi balansda, me'yorda bo'lishi kerak. Albatta, har bitta odamni chegarasi bo'ladi, o'zini shaxsiy chegarasi bo'ladi va bu shaxsiy chegaralar buzilmagan holatda bo'lib turib, qanaqadir arzimagan narsadan janjal bo'lib ketishi, bu endi bu shundan ajralib ketishi bu noto'g'ri, конечно. Lekin sizga qo'l ko'tarishsa, qanaqadir o'sha shaxsiyatingizga tegadigan gaplar gapirsa, bu yerda, конечно, sizni chegaralaringiz buzilgan bo'ladi va bunaqa odam bilan o'ylanib ko'rish kerak, yashash mumkinmi, yo'qmi, albatta. Hamma narsani tavozun qilib qo'yish kerak deyman. Lekin menimcha baribir har bir ayol o'zini ustida rivojlansa, o'qisa, har qanday holatni birinchi nuqta qo'yishdan oldin o'zgartirib ko'rishga harakat qilish kerak, to'g'rimi? Keyinchalik afsus bo'lmasligi uchun o'zini oldida, farzandlar oldida ham mana men qilib ko'rgandim, harakat qilib ko'rgandim, sabr ham qilib ko'rdim qanchadir muddat, lekin mana natijasi baribir shunday bo'ldi, ya'ni bizni taqdir yo'llarimiz faqatgina shu yergacha deb o'ziga o'zi ayta olishi uchun, shundaymi? Albatta. Yana qo'shimcha aytmoqchiman. Ajrim holatiga kelib qolgan taqdirda ham shu holatni sevgida qabul qilishga o'rganish kerak. Nimagadir bu vaziyat berilyapti, nimagadir bu ajrim berilyapti. Agar siz kelishilgan holatda, sevgida, osoyishtalikda bu narsaga qarorga kelsangiz, bunda albatta eringiz bilan do'stona holatda ajrim bo'lsa, bolalarga minimum ta'sir bo'ladi, minimum. Chunki baribir ota bolalari bilan uchrashib turadi, munosabatda bo'ladi, qanaqadir mehr-oqibatli bo'ladi va siz bolalarga nihoyatda ehtiyot bo'linglar, adasi haqida, otasi haqida yomon fikrlarni gapirish. Bu noto'g'ri narsa, yomonlash bu noto'g'ri narsa. Qanaqa bo'lmasin, bolalar bu dunyoga o'zini ota-onasini tanlab kelgan, to'g'rimi? Demak, bu ota negadir kerak bo'lgan bu bolaga. Men o'ylaymanki, endi niyat, yaxshi niyat, ota-bolani munosabati uzilmasligi. O'shanda siz uni qanaqa qoldirmaysiz, yetim qoldirmaysiz. Haqiqatdan ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, ya'ni sevgida ajrashish, mana shu vaziyatni ham sevgida qabul qilish juda ham muhim va o'shanday holatlarda jazolash bo'lmaydi. Aslida ota-onalar nima uchun aytaylik ayollar erlarga farzandlarini ko'rsatgisi kelmaydi yoki erkaklar alimentdan qisadi, to'g'rimi? Ya'ni pul to'lagisi kelmaydi farzandlari uchun. U shunchaki o'sha insonni jazolamoqchi bo'ladi, xolos. Sevgida ajralgandan keyin bunday holatlarga talab bo'lmaydi.
Bilasizmi, ajrashishga sabablardan yana biri bu xiyonat hisoblanadi va ko'pincha xiyonatda ayollarimiz faqatgina erkaklarni ayblashadi. O'zimda ham hayotimda ma'lum bir yo'llarda xuddi shunaqangi fikrlaganman. Shu haqda siz fikringizni bilmoqchiman. Xiyonatda faqatgina erkak kishi aybdor bo'ladimi va o'zi erkak kishi qachon xiyonat qiladi? Bu masala yer yuzasida hal bo'lmagan masala deydi. Juda ko'p savollar bor bu yerda. Albatta, qars ikki qo'ldan chiqadi, albatta. Energetik tarzda ayol kishi erkakka kerakli energiya bermasa, uni tanqid qilsa, unga ishonch bo'lmasa, erkak kishi buni считывает deydi ruschasiga. Shunda o'qib oladi, energetik tarzda o'qib oladi, onsiz ravishda. O'shanda u xiyonat qila boshlaydi. Bu ayollarni ayblash emas, albatta. Bu shunaqa holat, hozircha yer yuzasida bunga javob yo'q va yechimi yo'q desam ham bo'ladi. Xiyonatni kechirish kerakmi? Kechirsa bo'ladi. Yana bitta narsa bor. Bugungi kunda ming afsuski, nafaqat erkaklarimiz, balkim ayollarimiz ham xiyonat qilishmoqda va shu joyda aytishadiki, erkakni xiyonatini kechirsa bo'ladi, lekin ayolnikini kechirib bo'lmaydi. Bu borada munosabatingiz? Jamiyatimizni programmasi deydimi? Jamiyatimizdagi urf-odatlar albatta bitta ko'p asrlar mobaynida bizda patriarxat, hali ham patriarxat bor. O'shanga bu masala shunaqaligicha qoladi, lekin hayotimda uchratganman bunaqa odamlarni, erkaklarni shunaqa uchratganman, kechirimli bo'lgan va oilasini saqlab qo'ygan odamlarni ham uchratganman hayotimda. Demak, baribir insonda o'sha insonga nisbatan asl sevgi bo'lsa, har qanday holatni kechirsa bo'ladi. Bari inson qadriyatlariga qaraladi, to'g'rimi? Albatta, qaraladi. Endi agar shunday holat bo'lgan bo'lsa-ki, ajrim sodir bo'ldi. Mana shunday holatda ayol kishi qanday qilib o'zini tiklab olishi mumkin va ajrimdan keyin ham hayot bormi o'zi? Hayot bor, hayot davom etadi. Eng zo'r tiklanish ayol uchun bu o'ziga o'xshagan jamoaga qo'shilish, ayollar jamoasiga qo'shilish, o'z ustida ishlash. Bir o'zingiz ishlashingiz mumkin, lekin bu unaqa natija bermaydi. O'ziga o'xshagan jamoaga qo'shilish, yerda ham g'iybat, muhokama emas, balki o'zingizni ustida ruhiy o'sish masalasida ish olib borilsa, unda albatta siz tez tiklanasiz. Bu masalada psixologlarga, parapsixologlarga ham murojaat qilsa bo'ladi. Ular ham ko'p foydali maslahatlar berishadi. Lekin mana ko'pchilik, ayniqsa yoshi katta insonlarni eshitsak, psixologlar qaytanga ajrimga sabab bo'lyapti yoki miyani zaharlaydi. Mana shunaqangi ayollar sabrsiz bo'lib ketishi, egoist bo'lib ketishiga psixologlar aybdor degan fikrlarni ham ko'p eshityapmiz. Bunga qarashingiz? Конечно, salbiy qarayman. Noto'g'ri. Albatta, har xil psixologlar bor. E'tiroz qilmayman. Endi psixologni inson, ayol kishi jiz etsa, gaplari jiz etsa, o'shanga borish kerak. Gapida haqiqat bor, bu menga yaqin, bu inson menga yoqyapti degan ma'noda tanlasa bo'ladi. Albatta, sizni qadriyatlaringizga teskari gapirayotgan bo'lsa,
o'ylanib ko'rish kerak. Ba'zida lekin masalan iyerarxiya haqida gapirdim, ba'zi odamlarga bu juda g'alati tuyuladi. No, aslida bu borliq qonuni, men buni o'zimdan o'zim to'qib chiqarmaganman. Bu informatsiya olingan, boshqa masalalardan olingan va yana bir marta ta'kidlab o'taman, hamma narsa me'yorda bo'lishi kerak, balansda bo'lishi kerak. Albattaki. Va ayol kishi qachonki baribir o'zini ustida ishlasa, rivojlansa, ilm olsa, uni o'zi saralay oladi. Unga nimalar to'g'ri keladi, uni qadriyatiga, nima unga mos, nima esa mos emas. Mana shu yerda ham aslida mas'uliyatni o'zimiz zimmamizga olmashimiz to'g'rimi? Chunki oxirgi qarorni hamisha faqatgina o'zimiz qilamiz. Yana bitta narsani yana ham yorqinroq yoritishni xohlar edim. Ajrimdan keyin ko'pchilik ayollar erkaklik pozitsiyasiga o'tib qoladi. Ya'niki ular bilan suhbat qurganda hayot majbur qilyapti. Axir farzandlarimni boqishim kerak yoki aytaylik o'zimni himoya qilishim uchun ham menga mana shunday energiyalar juda ham kerak deb aytishadi. Bunga qanday qilib qaraysiz? Va o'zi ayollikni ham unutib qo'ymasdan, lekin jamiyatda ham rivojlansa bo'ladimi? Bu sal murakkabroq narsa. Albatta buni balansda tutish qiyin. Jamiyatda qanaqadir katta yutuqlarga erishaman deganda, bu katta yutuqlarni faqat erkak energiyasi bilan yutishingiz mumkin. Men o'ylaymanki, kerakli joyda ishlatish kerak. Siz qanaqadir niyat qildingiz, maqsad qo'ydingiz, o'sha maqsadga intilmoqchisiz. Bu shu payt siz yang energiyasi, erkak energiyasini yoqasiz va o'shanga qarab intilasiz. O'shani borib, topib, ishlab topasiz. Kerakli paytda ingni yoqish kerak. Masalan, bolalar bilan munosabatda yoki aka-uka ajrimdan keyin bo'lgandan keyin, erizma bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Ota, erkaklar bor atrofida yoki ishxonadagi erkaklar, ularning oldida siz o'zingizni eng energiyangizni yoqib ishlashingiz mumkin. Bu degani siz yumshoqlikda delegировать deydi. Masalan, siz rahbarsiz. Siz ishlarni taqsimlab berasiz, delegировать qilasiz erkaklarga, ayollarga ham mumkin, erkaklarga ko'proq tayangan holatda shularni taqsimlashingiz mumkin. Shunda siz uni ham buni ham yoqib hayot kechirishingiz bo'ladi. Polniy kirib ketmaslik kerak deb o'ylayman. Hozir shunaqa deb o'ylayman. Chunki baribir maqsadga qanaqadir erishish kerak-ku. Yumshoqlikda erishib bo'lmaydi. Bu yerda qattiqqo'llik kerak albatta. Biznesda особенно qattiqqo'llik kerak. Rahbar bo'lsangiz, qo'lingizda 10 ta, 20 ta, 50 ta ishchi bo'lsa, ularga qattiqqo'llik bo'lmasa, biznes bo'lmaydi. Demak, siz qayerdadir yoqishingiz kerak. Bu energiyani qayerdadir yoqishingiz kerak bu energiyani. Qandaydir kichkinagina lekin yaxshi ishlaydigan praktika bera olasizmi? Bitta bo'lsa ham aynan ayollikda oshirib beruvchi. Mana oshirib beruvchi. Aytaylik, o'shunaqangi rahbar ayollarga shunaqangi darajada erkaklik energiyasiga kirib ketganki, uyga kelganda ular ayolligini yoqib, yana ayollik energiyasiga to'yinib olishi uchun biron bir amaliyot. Eng oson amaliyot raqsga tushish deb o'ylayman. Uyga kelganda sho'x ashulani qo'yib turib, shimlarni yechib tashlab, chiroyli ko'ylaklar kiyib olib, o'zingizdan lazzatlanib raqsga tushishingiz. Bu eng oson narsa. Bunga hech qanaqa aql ham kerak emas, vaqt ham kerak, yo'q, vaqt kerak. No, atayin bir nima qilish shart emas. Shuni yoqsangiz ham o'sha energiya keladi o'shanga. Zo'r. Endi farzandlarga yuzlansak. Ajrimdan keyin ko'pchilik onalar otasi bilan ajrashganini
ayta olmaydi farzandlariga va buni yashirishadi. Mana shunday holatda yashirish kerakmi yoki farzandlarga qanday qilib to'g'ri yetkazish kerak mana shu narsani, agar farzandingiz hali kichkina bo'lsa? Men o'ylaymanki, aytish kerak, rostini aytish kerak. Endi chiroyli tushuntirish kerak. Ular baribir tushunishmaydi. Bo'ldi, biz ajrashib ketdik degan so'zlaringizni tushunmaydi. Shuning uchun biz endi alohida yashaymiz. Adin seni ko'rgan keladi. Biz baribir seni yaxshi ko'ramiz, lekin shunaqa vaziyat paydo bo'ldiki, biz alohida yashashga majburmiz deb qanaqadir shunaqa chiroyli tushuntirish olib borish kerak. Aldash ilojisi ham yo'q. Baribir bola so'rayveradi, adam qani, to'g'rimi? Albatta. Demak, vaqt soati kelib, bola baribir o'sha narsani tushunadi, to'g'rimi? Va asli farzandlarimizda ham tanlov huquqi bor va ular mana shunday ota-onalarni ham o'zlari tanlab kelishgan, azizlar. Yana bitta narsani so'ramoqchi edim. Ajrashmasdan oldin mana ajrimga ham sababchi bo'ladigan yana bitta sabablardan biri bu katta taqiqlar. Ayniqsa yosh er-xotinda er tomonidan juda ham katta taqiqlar qo'yiladi va o'stirishga yo'l qo'ymaydi ayol kishini. Va hayotining ma'lum bir bosqichiga kelganda erkakni o'zi o'smay qolgan ayol bilan zerikishni boshlaydi va bu ham o'sha xiyonatga sabablardan biri hisoblanadi. Bunda ayol kishi qanday qilib o'zini tutishi kerak? Как справиться с запретами? Egiluvchanlik bo'lish kerak. Nima degani egiluvchanlik? Bu ta'zim emas. Bu artistizm. Biz ayollar shunaqa hiylasi bor, artistizmi bor. Hiyla sal qo'polroq so'z bo'lsa ham, adas qilib uni shunga ko'ndirishim ilojisi bor. Va menga taqiqlayapti-yu deb o'tirib qolish ham noto'g'ri narsa. Albatta, shu ketini bilish kerak. O'tirib qolgandan nima foyda? Men uy ro'zg'orini yuritaman, bolaga qarayman, to'g'ri. Lekin siz aytganingizdek, o'sha asoratini bilsa, demak, ilm olish kerak bu ayol, to'g'rimi? Ilm olganda siz bilasiz, men shuni qilmasam, shunaqa bo'ladi deb. O'z ustida albatta ishlab bilimga olib yurish shart deb o'ylayman. Lekin shuni anglasa ham, ayol kishi anglasa ham, eriga tushuntirishga harakat qilsa ham, lekin baribir ham taqiqlar kuchayaversa-chi. Ya'ni aytaylik, taqiq ishda bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi juda ham xohlaydi o'zini kasbida rivojlanishni aytaylik, yoki shunchaki borib, ayol kishi bilamizki, qachon maza qiladi, o'sha ishxonaga borib yoki ko'chaga chiqib kelib, dugonasi bilan suhbat qurib, maza qilib energiyaga to'yinib keladi. Yoki mana shunday kichkina bosqichlarda ham ruxsat bo'lmasa-chi, ishlashga ruxsat bo'lmasa aytaylik. Bunda ayolni o'zida ham nimadir bormi? O'zi bilan ham qaysidir joylarda ishlab chiqish kerak ekan. Albatta, agar to'sqinlik qilishayotgan bo'lsa, demak o'zini ichida ko'p taqiqlar bor. O'ziga nisbatan taqiqlari bor. Yoki jamoadan yoki avlodma-avlod kelgan programmalar bor. Bu programmalar har xil bo'lishi mumkin. Bittasi masalan ayol kishi ishlamasligi kerak, erkak xullas ayol kishi uyda o'tirish kerak degan programma bor. Lekin agar u ishida ishlagisi kelyapti, lekin taqiqlar bor. O'zini ustida ichidagi holati bilan ishlasa, vaziyat o'zgara boshlaydi. Albatta, o'zi bilan ishlash kerak. Bo'lmasa, demak o'zi xohlamayapti ishlash. Demak, o'zi xohlamayapti. To'g'ri. Manfaati bor. Manfaat bor hamma narsada, haqiqatdan ham. Bilasizmi, ba'zi holatlarda yana shunday narsani kuzatamizki, majburlab uylantirdi yoki majburlab turmushga berdi degan narsa.
bu narsada, bunday holatlarda inson qanday o'zini tutishi kerak? Mana hali turmushga chiqmadi yoki uylanmadi aytaylik, lekin uydagilari majburlashyapti. Faqatgina mana shu qizga uylanasan yoki faqatgina mana shu yigitga turmushga chiqasan deb. Mana shuncha bunaqa oila qurish kerak emas. Chunki yaxshilikka olib kelmaydi. Baribir har bittasi o'zini olamida qolib ketadi va oila yaqin orada yana ajrimga kelib qoladi. Agar zo'rlab bersa yoki oila qoladi, qiz o'zicha yashayveradi, qaynonani qo'lida, erkak ko'chada o'zligicha yashayveradi. Bunaqa oilalar ham bor. Ya'ni butun umr chidab, baxtsiz holatda o'zi ham baxtsiz, yonidagi insonni ham baxtsiz qilib yashab o'tadi. Kechagina bilasizlarmi, bitta telenovela ko'rib qoldim. Juda ham ajoyib narsa yoritilibdi. Aynan bizning mavzumizga xos bo'lgan. Bitta qiz yoshligidan juda ham san'atni yaxshi ko'rar ekan va katta sahnalarga chiqib, aktyorlik, aktrisalik qilishni xohlaydi, juda ham ovozi chiroyli bo'ladi. Lekin qishloqda qizi bo'ladi va ota-onasi unga taqiq qo'yadi va o'sha ota-onasi uchun qizini sahnaga chiqib qo'shiq kuylashi ham katta mojarodek ko'rinadi. Biz avlodimizda bunaqangi otachilar chiqmagan, bunaqangi qo'shiqchilar chiqmagan, bizni sharmanda qilasan deyishadi-da. Uni o'sha yoshligida o'sha majburlar erga berib yuborishadi. Va bu qiz turmushga chiqadi. Eram yomon emas, yaxshi, oddiy dehqon bo'ladi turmush o'rtog'i va u turmush o'rtog'iga har safar mana shunaqangi aktrisa bo'lsam-chi, keling shaharga ko'chaylik, siz hamma orqamdan shaharga borasiz, katta sahnalarda qo'shiqlar aytaman deb shunisi ham orzu niyatlarini shunaqangi soflikda aytadi. Eri hayratda, yo'q, mana hech qachon ayol kishini orqasidan anaqa bormayman, mani erkaklik anaqamga to'g'ri kelmaydi deydi va ayol kishi to'ylariga yem berib, to'ylariga qo'shiqlar aytib, konsertlar qo'yib beradi. Va natijada farzandli bo'ladi, qishlog'iga, demak, san'atkorlar keladi, qo'shiq aytib va tugagandan keyin konsert san'atkorni kutib turib, demak, qizlar bilan rasmga tushadi, yerdan ruxsat olib boradi va o'sha yerda qizlar aytadi, "Buni ham ovozi zo'r, bitta kuylab bersin" deydi. O'sha qiz kuylab beradi, o'sha ayol kishi. Va shunaqangi ovozingiz bilan nima qilib yuribsiz qishloqda, katta sahnalarda kuylasangiz bo'lardi-ku deb unga takliflar beradi. Lekin albattaki erkak kishida ham o'zini anaqalari bo'ladi, xohishlari bo'ladi. Da, ozgina manfaati bo'ladi erkak kishini ham. Bu shunaqangi beg'ubor anaqa bo'ladiki, uyga keladi, turmush o'rtog'iga, ota-onalariga aytganda ham katta unga taqiqlar, urushlar bo'ladi va u hech narsaga qaramasdan ketadi va o'sha joyda farzandini olib qo'yishadi va farzandini tashib ketadi. Orzusiga erishadi, lekin hayotini oxirida baxtsiz va yolg'iz bo'lib qoladi. Nima deb o'ylaysiz? Orzusiga erishgan bo'lsa ham nima uchun oxirida bu ayol kishi baxtsiz bo'lib qoldi va bu bilan telenovellamiz orzulardan voz kechish kerak degan narsani o'rgatmayaptimikan? Bu holatda qanday yo'l tutsa to'g'ri bo'lar edi? Siz to'g'ri aytdingiz, o'rganyaptimi deb. Bu avtor ssenariy shunaqa xohlagan aslida. Shunaqa bo'lib chiqishini. Albatta vaziyatlar har xil bo'ladi va odam ham baxtli bo'lib ketishi mumkin, ham baxtsiz ham bo'lib ketishi mumkin. Albatta bu bitta shu orzuga intilgani uchun emas, balki ichidagi boshqa programmalari bor. O'sha programmalari uni shu hayotidan o'sha holatga olib kelib qo'ygan bo'ladi. Agar yana bu odam o'zini ustida ishlamagan, o'zini hayotini yaxshilamagan holatda shu vaziyatlarga tushib qolishi mumkin. Bitta har xil faktorlar bo'lishi mumkin. Bitta shu orzu deb baxtsiz bo'lib qoldi deya olmayman. Bu noto'g'ri narsa.
chunki baxtli bo'lganlarni ham bilaman. Bitta ashulachi bor, kirgiziyalik, ko'rganmisizlar? Xuddi shunaqa ssenariy. Ovozi zo'r, kollejda ashula aytib yurgan, restoranlarda ashula aytib yurgan, lekin uni qishloqqa uzatishgan. Bishkekda bo'layotgan narsa, qishloqqa uzatishgan, qishloqda mol, boshqasini boqqan, 2-3 bolali bo'lgan. Lekin qaynona ham zo'r ayol ekan, buni talantini bilib turib, bir kuni anaqa Bishkekka kelib, bayram paytida ko'chada kelini bu ayol ashula aytgan. Oson ashula emas, Celine Dion'ni Titanic'dagi ashulasini aytib bergan. Shunaqa kuchli ovozli, talantli ayol. Kirgizga. Keyin o'sha odamlar internetdan uni uzatib hammaga hozir tarqatib yuborishgan buni ovozini. Shu bilan rossiyalik prodyuserlar uni konkursga chaqirishdi. Konkursga yubordi. O'sha erini ko'rsak, oddiy dehqon bola. Qaynonasi ham oddiy ayol, qishloq ayol edi. Buni talantini ko'rib turib, ruxsat berishdi. Borib o'zini Rossiyada ko'rsatib, hammani lol qoldirdi bu ayol. Ajoyib. Demak, baribir ham hamma narsani balansda ushlashimiz birinchidan juda ham muhim, to'g'rimi? Va o'sha katta pokoleniya ham ozgina yoshlarni o'zini vaqtida eshita olishi va zamon rivojlanmoqda, mana shu yangiliklarni rivojini ham qabul qilishi juda ham muhim. Juda muhim. Chunki hozir zamon o'zgaryapti, juda keskinlikda, tezlikda o'zgaryapti va shu yer vibratsiyasi o'zgaryapti. Vibratsiya shumini bor. O'sha shumini agar 100 yil oldin 7 Hz bo'lsa, hozir 30 Hz dan baland bo'lib ketdi. Demak, yer vibratsiya, eng baland vibratsiya bu seviye vibratsiyasi. Eng past vibratsiya bu xafachilik vibratsiyalar hisoblanadi. Demak, yer yuzi sevgiga qarab vibratsiyalarni ko'targan taqdirda, agar odamlar eski vibratsiyalarda qahri qattiq, xafachilikda bo'lib yursa, kechirim bo'lmasdan yursa, bular yer yuzasida vibratsiyasidan xomahanglikda bo'lmaydi va yer yuzasi ularni tezda yer yuzidan olib qo'yadi. To'g'ri. Juda ham ajoyib suhbat bo'ldi, Naylopa. Endi podkastimiz oxirida ayollarimizga, qizlarimizga chiroyli niyatlarni, tilaklarni bildirsangiz. Shuncha vaqt bizga ajratib, bizani eshitganinglarga rahmat, tashakkurlar bildiraman. Juda katta maqsadda bu podkastni qildik ikkalamiz. Niyatimiz ayollarni ongini kengaytirish, ayollarni hayotini yengillashtirish, osonlashtirish, baxtli qilish bizani niyatimiz edi. O'ylaymanki, bizning niyatimiz sizlarga yetib boradi va hayotiy bizani bugungi bo'lgan gaplarimiz hayotingizda yengillik kirib kelishiga sababchi bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Azizlar, men esa chiroyli suhbatimizni bitta go'zal she'r bilan tugatmoqchiman va oxirida xulosa qilib ketamiz. Ayolga baxt bering. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang yuribdi-ku, kulib, jilmayib, ayol kulib turib o'lishi mumkin. Dunyoni olishi mumkin jilmayib. Ayolga baxt bering, saodat bering. Gar ko'zlari kulib tursa-da, bag'ringiz ostida necha ming hasrat, oy yuzlari kulib tursa-da. Ko'nglini ko'taring hech bo'lmaganda, qo'lini silashga sharofat toping. Yig'lab turganida hech bo'lmaganda, yoshini artishga muruvvat toping. Nogoh yerga tushsa oppoq ro'moli bosib o'tmaslikka shafoat toping. Chaqaloq yalagan etaklarini toza deb aytishga adolat toping. Ayolga baxt bering, saodat bering. Demang yuribdi-ku, kulib, jilmayib,
ayol kulib turib o'lishi mumkin, dunyoni olishi mumkin jilmayib. Ayolga baxt bering, saodat bering, ilohiy nur toping, hidoyat toping. Ilohiy baxt bergan ayol yonidan baxtiyor o'tmoqqa inoyat toping. Ilohiy qalqonsiz, illoh qo'rg'onsiz g'iybatlar yirtmasin ko'ylaklarini. Ilohiy xush yo'rsiz, illoh bedorsiz itlar tashlamasin yurakginasin. Ayolga baxt bering, saodat bering. Tog' qimirlab, toshlar so'zga kirsa-da, ayolga baxt bering, saodat bering. 60 ga kirsa-da, 100 ga kirsa-da. Har bir ayolga kichkinagina mehr, shirin so'z yetishmaydi va azizlar, yoningizdagi ayollarga va ayollarni o'zi ham avvalambor o'ziga mana shu mehrni berishga yuragingizni oching azizlar va o'zingizdan o'sha asl sevgini, nurni taratishdan hech qachon charchamang. Barchangizni sevgimiz bilan quchib qolamiz. Kattakon rahmat. Rahmat.